Agar MRTda artroz yoki bug'um yemirilishi aniqlangan bo'lsa, shoshilmang. Yemirilish aniqlansa, bu har doim ham zudlik bilan operatsiya kerak degani emas. Davolash usuli kasallik darajasi va har bir insonning holatiga qarab tanlanadi. Ko'p hollarda bug'umlarni qo'llab-quvvatlash uchun kompleks yondashuv juda ham muhim. Birinchisi, ovqatni tartibga solish. Nima yeyapsiz? Qand va yuqori darajada qayta ishlatilgan mahsulotlarni kamaytirish, organizm uchun foydali va muvozanatli ratsion shakllantirish. Ikkinchi qadam, yetarlicha ishqoriy suv ichish. Organizmda barcha to'qimalar, jumladan bug'umlar uchun ham bu juda ham muhim. Uchinchi qadam, organizmni umumiy holatini yaxshilash, ichak salomatligi, vazn nazorati, jismoniy faollik va hayot tarzini to'g'rilash. To'rtinchi qadam, bug'umlarga zarur ozuqa moddalar bilan ta'minlash. Shifokor tavsiyasiga ko'ra, kollagen, gialuron kislotasi, kalsiy, magniy va boshqa moddalar ayrim insonlarda foydali bo'lishi mumkin. Bug'umlar sog'lig'ini tiklash bu birgina mahsulot yoki bitta tabletka emas, bu to'g'ri ovqatlanish, harakat qilish, suv balansi va kompleksni yondashuv shart. Agar bug'umlarni kompleks qo'llab-quvvatlash haqida ko'proq ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, izohda xohlayman deb yozing va men sizga shaxsiy xabar orqali murojaat qilaman.